Akalar barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan esa men shaxsan ekran ortida Oybek Abubakirov. Do'stlarim, bugun esa oxirgi videomiz. Yangi yil arafa riskavat qilmagan aka-ukalarimiz afsuslanish bo'lmasin. Qadrdonim, oxirgi 500 dona chiptamiz qopti. O'yinimizda bosh sovrinda Solaris emas akalar. Bu уже Kia K5 Prestige komplektatsiyada. Linzli faralar, yangi zimli rezina, litio diskalarda, kojinli salonlarda akalar. Mashinamiz 2021-yil 3 olasi ham. Bular bilan cheklanib qolmayapmiz. Bu o'yinimizda naqd 8 ta mashina qo'ydik. Ya'ni yutish imkoniyati o'zingiz tushunyapsiz, juda ham katta. 2000 rubl evaziga akalar. Stoyish o'yin bo'lgan 500 dona sanoqli bilet. 5999 dona ishtirokchi bu o'yinimizda ishtirok etyapti. Akalar, 10 ta olganga bitta chipta qo'shib beryapmiz. Qanday qilib ishtirok etaman deysizmi? Mana shu video ostida, ya'ni kommentariyaga ham zakripet qilib qo'yib qo'yamiz. Telegram kanalimizga o'tinglar, chunki tezda kartalarimiz o'zgaryapti. Shu munosabat bilan boli batafsil ma'lumotni Telegramda beramiz. O'tinglar, obuna bo'linglar, podpisatsiya bo'linglar, sizlarga kerak bo'ladi. Ikki og'iz bo'lmasam aytib o'tib ketsam, bu o'yinimizda 8 ta mashina, 5 tasi O'zbekiston Toshkonda, 2 ta Cobalt avtomat korobkada, 3 ta Damas yangi akalar. Hech kim minmagan shot spravka bilan kim yutsa o'zi olib chiqib ketadi. Agar Qirg'izistondan, Tojikistondan, Turkmanistondan ishtirok etib mashinamizni yutib qolsangiz, O'zbekistondagi mashinamiz nalichi naqd pulini mana shu yerda men shaxsan o'zim sizga qo'lingizga topshiraman. U temasiga muammo. Ya'ni avtosalonda nech pul narx bo'lsa, xuddi o'sha narxni qo'lingizga olasiz. Ya'ni tushuntirib oldim. Endi bu mashinalarni ko'ryapsiz. Bu safar juda ham kuchaytirganmiz. Ya'ni do'stlarim, bu уже Solaris bo'lmayapti. Bu уже Kia Rio bo'lmayapti. Kia K5lar qo'yganmiz akalar. Qo'yganda ham maksimalnisini qo'ydik. Podogrev rul, podogrev sidzeniya, xullas komplektatsiyasi prosta borki, rohatlanasiz. Ikkinchi mashinamiz Toyota Camry 2021-yil bu ham do'stlarim. Podogrev rul, podogrev sidzeniya, avtomat korobkada albatta. Üçüncü mashinamiz ham Kia K5 bo'lyapti. Bu ham 2021-yil avtomat korobka 2 litrlik ob'em. Ya'ni 150 tadan ot kuchiga ega do'stlarim. Podogrev stidiyasi bor, podogrev rul bor, cruise control bor, klimat kontrol bor. Yana nima kerak do'stim? Faqat riskavat qilish kerak. Bugun esa akalar juda ham bir ulug' ajoyib kun. Juma akalar, juma kunda riskavat qilgan aka-ukamizga Allohim iloyim ishini o'nglasin va har biringlarga mana shunday mashinalarni yutib qolishinglarni tilakdoshimiz. Riskavat qiling, 2000 rubl katta pul emas, tim bo'lib 500 dona oxirgi sanoqli biletimiz qolgan. Har biringlarga ishonchinglar uchun, poddeshkalar uchun do'stlarim, kattakon rahmat deb qolaman. Sizlar bilan esa men shaxsan Oybek Abubakirov bo'ldim. Telegramga o'tib obuna bo'lishni unutmang do'stim.